Mazali, hidsiz, zo'r bo'lib chiqadigan retsept bilan bo'lishmoqchiman xolodetsni. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Molni boldir qismidan ishlatamiz. Tuyoqlarimizni bo'lib solsak undan ham yaxshi. Matalishkadan solib, suvni bitta qaynatib olib, suvini to'kib olamiz. Hamma ko'piklari, narsalari, hidlari chiqib ketadi. Va yana suv solib 8-9 soatga miltillatib qaynatishga olib qo'yamiz. Tuz solib, ko'piklarni sito orqali shunaqa qilib olib olamiz. Ko'rayotganingdek shunaqa qilib suvi ketadi. Ketidan yana chesnok, tuz solib, yana bitta qaynatib olamiz va bizani hashimiz tayyor bo'ladi. Juda ham mazali, kollagenga boy hisoblanadigan taom. Qolgan go'shtlarni, suyaklarni ajratib olib, alohida bitta idishga solamiz va bulyonni sito orqali o'tkazishimiz kerak. Go'shtlarni yaxshilab to'g'rab olib, piyola yoki kosalarga bemalol qo'yib chiqasizlar va ketidan jilkalarni ham xuddi shunaqa qilib qo'shib olamiz. Ustiga bulyonini solib olganimizdan keyin xolodilnikka qotirishga qo'yamiz va xolodetslarimiz shunaqa qilib tayyor bo'ladi. Qaytgach, xolodets ichiga xohlagan sabzavot, zelen, anorlar bilan, bedana tuxumlar bilan bezatsanglar bo'ladi. Endi esa yoqimli ishtaha.